Assalomu alaykum, hurmatli svarka apparat ishqibozlari hamda kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorlarimizda 400 amperlik elektrod eritishga mo'ljallangan svarishni apparatlarimizni video obzorlarini qilib, narx-navolarini aytib o'tib ketamiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. Kanalimiz obunachilari uchun arzon narxlarda qilib beramiz. Boda brendidan ZX7 400 amperlik elektrod eritishga mo'ljallangan svarishni apparatimizda bemalol amperajlarini 400 gacha bemalol boriga ko'tarib foydalanaverasizlar. Apparatimiz professional variantlarda 220 volt tokka ham, 380 volt tokka ham bemalol ishlab beraveradi. Qaysi volt tokka tiqishlaringdan qat'iy nazar apparat ishlayveradi. O'zini komplektidan derjagi hamda massasi chiqadi. O'zini kabellari mavjud bo'lmaydi. Apparatimizning narxi $280 chiqadi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz beraverasizlar. Hamda Tek brendidan MM400 Pro variantdagi svarishni apparatimiz 380 volt tokka ishlaydigan apparatimiz bo'ladi. Apparatimiz 4likgacha, 5likgacha bemalol elektrodlarimizni eritishib berishga mo'ljallangan. Hamda o'zini amperajlari 400 gacha bemalol ko'tarilib foydalansalaring bo'ladi. Hamda apparatimizda forsaj rejimlari ham mavjud bo'ladi. Elektrod eritadigan apparat, svarishni apparat izlayvergan tanishlaringga jo'natib qo'yaverasizlar. Apparatimizda ishxonalarga, korxonalarga ishlab chiqarish bemalol olib foydalansalaring bo'laveradi. Ko'rib turgan ikkala svarishni apparatlaringga ham 1 yildan garantiya beriladi. Undan tashqari barcha turdagi svarka apparatlar Qo'qonda joylashgan svarka apparatlar do'konimizda mavjud. Kelaverasizlar, arzon narxlarda qilib beramiz. Dastavkalarimiz 12 ta viloyat bo'ylab bo'ladi. Video tagida nomerlarimiz mavjud. Aloqaga chiqib zakaz bersalaring dastavkalarini qilib beramiz. Apparatlarimizda to'liq ma'lumotlarini ham bemalol so'rab bilsalaring bo'laveradi. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Bugungi video obzorlarimiz shulardan iborat edi.